Akalar shu narsani sizlarga yetkazib qo'ymoqchiman. Bizni kuzatayotganlar ham bilsin. Biz metro Kuzminka, metro Simyonskiy, metro Begovoyada Gossuga biometri Sinils T-Bank bepul. Boshqa joylarda ham shunaqa xizmat bepul. Bizda faqat bir dona sim karta olasiz. 500 rubl mana oldindan aytayapman. Agar sizga mana shu narsalardan boshqa 50 rubl ham oshiqcha pul olsa, mana hozirda o'zi ayting, nomeri mana ekranga qo'yib qo'yaman, adreslarni ham, o'zim nomerimni, qanaqadir gap so'z bo'lsa ayting. Men javob beraman. Har bitta o'tirgan ofisdagi bolalarga men javob beraman, ya'ni oshiqcha pul olinmaydi. 500 so'm nima uchun sim karta? Ya'ni mana shu xodim T-Bankda xodimi kelib o'tiribdimi? Bunga biz oylik to'lamaymiz, lekin biometriyadan o'tkazish uchun iloji yo'q 500 rublga sim karta biz dojimni sotishimiz. Sizlarga nima foyda shunaqa ochib qo'yishni desanglar, shot solasizlar. 500 rubl. Shotingizdan bizga foyda. Shu xolos. Ochiq oydin, ochiq o'yin qilgan yaxshi. Endi to'g'rida, birarda haligi sizga o'xshagan yoki bu yoqqa o'xshagan akalarimiz aminasida qanaqadir problema bo'lishi mumkin yoki sinilsa problema yoki go'sugaz problema bo'lsa, u doполнительный usluga bu boshqa tema. Bu buning ichiga kirmaydi. Yangitdan misol keldingiz, O'zbekistonga tushib keldingiz, sizga sim karta kerak. Go'sugingiz, T-bankingiz, biometringiz shu narsalar bepul qilib beramiz. Sharti bitta 500 rublga sim karta olasiz. Xohlang o'zingiz shotingizga soling pul, xohlang shotida bor sim karta, ya'ni puli 500 so'm shotida bor, sim karta beramiz. Nomerda ham bizda shunaqa sharoit, o'zingiz tanlab oling, mana xohlagan nomer. Topolib olish mumkin, yilingizga bo'lsa. Bizda shunaqa sharoit. Ya'ni 500 rubldan oshiq hech narsa olinmaydi. Ya'ni shu xizmatlar shuning uchun sim karta olishga majburmiz. Ya'ni biz sotishga majburmiz, sizlar olishga majbursizlar. Ya'ni demoqchiman, mana shu narsalarni sizlarga tushuntirib qo'yib, biz kuzatayotganlarga ham tushuntirib qo'yapman. Qanaqadir problem bo'lsa aytinglar. Nima bo'lyapti? Siz keldingiz, qanchadan beri shu yerdasiz? Nima bo'lyapti? Hech narsa bo'lmayapti, hammasi yaxshimi, muomalasi yaxshimi? Sizda nima problem? Yaxshimi? Ana. Akalar, kelaverasizlar. Metro Begovoyda 50 ta qadam tashlab keldingiz. Biroz siz so'kmadi, biroz. Agar iftorlik yaqin bo'lsa, akalar, iftorlik mana shu yerda bo'laveradi, akalar. Sog' bo'linglar, aka. Xizmatdamiz.